Bedanachilik qishloq xo'jaligining eng serdaromad va istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. G'ijduvon tumanidagi Qo'lijabbor mahalla fuqarolar yig'inida bedanachilik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar borki, ular o'z mehnati orqali oilalariga daromad olib kirishmoqda. Ana shunday tashabbuskor yurtdoshlarimizdan biri haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Bedanachilik katta mehnat, sabr-toqat va mas'uliyatni talab qiladi. Chunki bedanalarni parvarishlashda tozalik, ozuqa sifatini nazorat qilish, harorat va sharoitni to'g'ri ta'minlash juda muhim ahamiyatga ega. Shu bois bu sohada faqat mehnatni sevadigan, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan va doimiy harakatda bo'lgan insongina muvaffaqiyatga erisha oladi. Qahramonimiz dastlab ushbu soha haqida ko'plab ma'lumotlar to'pladi. Tajribali mutaxassislar bilan maslahatlashdi va bedanalarni parvarishlash sirlarini o'rgandi. Shundan so'ng hovlisida maxsus joy ajratib, bedanalarning ko'payishi uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratdi. Hozirgi kunda u yerda minglab bedanalar parvarishlanmoqda. Ular asosan tuxum yo'nalishida parvarish qilinadi, chunki bedana tuxumi inson salomatligi uchun juda foydali. Tadbirkorlik ishimizni 2022-yilga boshladik. Mingta bilan boshlagan edik. Ana hozir kunga kelib o'zimiz ko'paytirib tuxumidan 10 mingtagacha yetkazdik. Endi olaygon daromadimiz yiliga 20-30 millionga yaqin boradi. Nekmurod Bekmurodov turmush o'rtog'i Oysha Safarova bilan bedanalarni alohida e'tibor va mehr bilan parvarish qiladi. Kelgusida bu oilaviy tadbirkorlar bedanachilik faoliyatini yanada rivojlantirib, mahsulot turlarini ko'paytirish, shuningdek mahalladagi aholini ham ish bilan ta'minlashni maqsad qilib qo'yishgan. Bu esa nafaqat bir oilaning farovonligiga, balki mahallada tadbirkorlik rivojiga ham munosib hissa bo'lib qo'shiladi.